Qo'qon shahri qadimdan nafaqat Farg'ona vodiysi, balki butun Markaziy Osiyoning eng muhim savdo-sotiq markazlaridan biri bo'lib kelgan. Aynan shu zaminda savdo munosabatlari birinchilardan bo'lib, aniq o'lchov, adolatli tarozi va halollik tamoyillari asosida shakllangan. Asrlar davomida Qo'qon bozorlarida savdogarlar uzunlikni qarich bilan, og'irlikni botmon bilan, yer maydonlarini esa tama bilan o'lchashgan. Bu yerda o'lchov shunchaki raqam emas edi. U ishonch, tartib va adolat mezoni bo'lib xizmat qilgan. Ana shu kuchli savdo va o'lchov madaniyati tufayli 1923-yilning 18-aprelida Turkiston Respublikasi Xalq komissarlari kengashi qarori bilan o'lchov va tarozilar bo'yicha yagona qoidalar tasdiqlandi. Shu tariqa metrologiya tizimining mustahkam poydevori qo'yildi. Ko'p o'tmay 1924-yilning 15-yanvarida Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib, aynan Qo'qon shahrida o'lchov va tarozilar palatasi ish boshladi. U tanlov tasodif emas edi. Chunki Qo'qon o'sha davrning o'zidayoq yirik savdo va sanoat shahri bo'lgan. Shuningdek, muhim temir yo'l chorrahasi sifatida butun mintaqani bog'lab turgan. 1924-yildan bu yerda ilk davlat nazorat laboratoriyasi tashkil etildi. Qiyos tashxishlari kuchaytirildi. O'lchash vositalari davlat nazorati ostiga olindi. Oradan ko'p o'tmay Qo'qondan boshlangan bu tizim Namangan, Andijon, Marg'ilon, O'sh, Jalolobod, Xo'jand va boshqa shaharlarga keng yoyildi. 1930 va 1931-yillarda metrologiya va standartlashtirish ishlari yagona tizimga birlashtirildi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda esa har bir viloyat markazida davlat nazorat laboratoriyalari faoliyat boshladi. Bugun bu sharafli tarixiy yo'l O'zbekiston Milliy metrologiya instituti faoliyati bilan izchil davom etmoqda. Shunday tarixiy va qiziqarli ma'lumotlar sizga ham qiziq bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.